Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning jannatdagi hamrohlari dedik. Jannatda Rasulullohga hamroh bo'lishlik uchun birodar salovat aytish kerak. Rasulullohga salovat ayting. Bugun musiqa eshitib boramiz. Behuda so'zlar aytamiz. Bugun soatlab vaqtimizni ijtimoiy tarmoqlardagi behuda narsalar bilan o'tkazamiz. Birodar, bir savol bor. Siz ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazib ko'rayotgan narsalaringiz kulgili, ma'noli, ma'nosiz, insonni ongini buzadigan, fe'lini qaytaradigan, insonni yomon holatlarga keltiradigan, fikrini buzadigan narsalarni internet tarmog'idan ko'ryapsiz bugun. Soatlab ko'ryapsiz. Birodar, tugaydimi o'sha? Tugamaydi hech qachon. Uni oxiri yo'q. Ko'rsangiz, ko'rganingiz sari yangisi chiqib kelaveradi.